3 yıldan buyon izdirigini qilolmagan oilasi va tuqqanlarining rasmlari tushirilgan maykalarni kiygan Uyg'urlar Tönögün İstanbul Taksim maydonidagi Atatürk abidasining oldida xotira rasm tushmoqchi bo'lganda saqchilarning to'sqinligiga uchirdi. Saqchilar tinish shaklda va sahiy qoidalarga uyg'un holda faoliyat qilayotgan Uyg'urlarning kimligini tekshirish bilan qolmay, ularning yenini aqtirdi va faoliyatga to'sqinlik qildi. Oxirida ularning rasm tushirilgan maykalarni selib etishi yoki ta'tir kiyilishi sharti bilan Taksim maydonidan ayrilishiga yo'l qo'ydi. Bu masalani kun tartibga elib kelgan Turkiya İYİ partiyasining parlamenti İbrahim Halil Oral ommaviy taratquv hisobida oilasi Xitoyning ziyonkashligiga uchirgan bu kishilarning harakatiga aralashish va ulardan maykasini ta'tir kiyishni talab qilish qabul qilg'ili bo'lmaydi. İstanbul Baş Saqchi idorasi va Ichki ishlar ministri Sulaymon Soylu bu masala to'g'risida bayonot berish kerak. Sharqi Turkiston bizning jinimiz, jinimiz Turkiyada bo'lsa-mu ko'ymasin dedi. Angliyada yashaydigan Uyg'ur faoliyatchilar va Xitoy o'qituvchilari Xitoy doiralari tarafidan kuzatayotganligini o'tir qo'ydi. Ular oila tabovatlarining Xitoy hukumatiga qarshi harakat qilishini oldin olish uchun tahdid vositasi sifatida ishlatilganligini aytdi. Angliya Telegraf gazetining xabariga qaraganda, Angliyada Xitoyning kishilik huquq dafsandichiligiga qarshi faoliyat olib berayotgan Uyg'ur aktiv Aziz Aysa Algun onasining besim ostida qolganligi haqida ba'zi uchurlarni topshirib olgan. Xabarda bu uchurlarning uning bilan aloqa qilmoqchi bo'lgan Xitoy jasuslari tarafidan avatilganligi va ularning bu usullar bilan uning faoliyatini to'xtatishni maqsad qilganligi o'tirib qo'yilgan. Aziz Aysa Algun Xitoy hukumatining o'ziga qarshi fikri va faoliyatlarini jimoqtirish uchun oilasini bir xil go'rga yoki tahdid silish vositasi sifatida ishlatganligini aytdi. Dushanba kuni Xitoy Kompartiyasi uchun 40 yildan buyon kadr tarbiyalab bergan Markaziy partiya maktabining sobiq professori Seyshiya partiyadan qo'g'langan va pensiya ta'minotini bekor qilgan. Bu yil kirgandan buyon Xitoy Kompartiyasining ichki va tashqi ziddiyatlari ko'payib, Shi Jinpingmo kirsizga duch keldi. Maktabning uqtirishida uningda og'ir siyosiy masalalar bor va davlatning inovatiga ziyon yetkazadigan so'zlarni qilgan deyilgan. Seyshiya bu yil Shi Jinpingni yo'qotish mazmunidagi ön xotirasi sababidan kishilarning diqqatini qo'zg'adi. Ön xotirasida u Shi Jinpingni qari jamiyat choykisi, Kompartiyani siyosiy zo'migar deb atagan va Shi Jinpingdan istifa berishini talab qilgan. Xitoy partiya maktabining uqtirishida Seyshiyani atalmish partiyaning siyosiy va tashkiliy nizomiga og'ir xiloflik qilganligi, davlat organlari xodimlarining harakat nizomiga xiloflik qilganligi o'tirib qo'yilgan. Markaziy partiya maktabining maktab ishlari komiteti Seyshiyani Xitoy Kompartiyasidan qo'llab chiqarish va pensiya ta'minotini bekor qilishni qaror qilgan. Egilinishcha, Amerika bilan Xitoy o'tirsida elib berilishi mo'ljallangan savdo kelishimiga doir yig'in muddatsiz kechiktirilgan. Bloombergning bu temaga yaqin manbalarni naql keltirgan xabariga qaraganda, Amerika bilan Xitoy 15 avgust telegraf yig'ini orqali birinchi bosqichlik savdo kelishimini baholab chiqishni planlagan bo'lib, bu yig'in muddatsiz kechiktirilgan. Bu uchrashishning Amerika savdo vakili Robert Lighthizer, Amerika moliya ministri Steven Mnuchin va Xitoyning muavin bosh ministri Liu He o'tirsida elib berilishidan mo'ljallangan edi. Amerika prezidenti Donald Trumpning yuqori darajali iqtisod maslahatchisi Larry Kudlow payshanba kuni savdo suhbatining nihoyatda o'ngishli bo'layotganligini, ikki davlat o'tirsidagi ziddiyatning kuchayishining savdo kelishimiga xatar elib kelishiga bo'lgan andishalarni pasaytirish uchun telefon yig'ini o'tkazilganligini aytgan edi. Amerika Markaziy axborot idorasining bir sobiq xizmatchisi Xitoyni maxfiy uchur bilan ta'minlash jinoyati bilan qo'lga oldi. Amerika Adliya ministrligining bayonotida 67 yoshli Alexander Yu Chengmaning Xitoy amaldorlarini yuqori darajali axborot uchurlari bilan ta'minlash jinoyati bilan 14 avgust qo'lga ilinganligi o'tirib qo'yilgan. Bayonotda Hong Kongda tug'ilgan Amerika fuqarosi Maning 1982-yili Amerika Markaziy axborot idorasi uchun xizmat qilishga boshlaganligi va savdo kelishimini o'z ichiga olgan yuqori darajali maxfiy uchurlarni 2001-yili martda Hong Kongdagi bir mehmonxonada Xitoy amaldorlariga yetkazib berganligi ta'kidlangan.
Amerika prezidenti Donald Trump faoliyatini Xitoydan Amerikaga elib kelgan shirkatlarga bojda e'tibor beradiganligini e'lon qildi. Trump saylan faoliyati jarayonida so'zlagan bir nutqida Xitoyda faoliyat qilayotgan Amerika shirkatlarini Amerikaga qaytishga chaqirdi va biz faoliyatini Xitoydan Amerikaga elib kelgan shirkatlarga boj kamaytimiz dedi. Amerikaning Xitoy virusi vaksinasini tepishga intayin yaqin ekanligini ta'kidlagan Trump, biz Xitoy virusini mag'lub qilamiz dedi.